Men juda ham ko'p shunday insonlarni ko'ryapman-da, bir-biriga aql o'rgatishni yaxshi ko'radi-da, o'zlari amal qilmaydi-da, lekin aql o'rgatadi. Masalan, yolg'on gapirma deydi, o'zi g'irt yolg'onchi. Aroq ichma deydi, o'zi g'irt aroq ichib yuribdi. Chekma deydi, o'zi chekib yuribdi. Mana bu yo'ldan yurma deydi, o'zi o'sha yo'ldan yuradi. Bu nima qilib? Keyin biz insonlar kimga ishonishni va kimga ishonmaslikni bilmay qolamiz-ku. Ayb masalan insonlarda ham. Chunki deganda biz insonlar bir-birimizni adashtirib o'rayapmiz. Mana masalan uzoqqa bormaymiz. Men amal qilmaydigan ishimda hech qachon gapirmayman. Biron marta ko'rdingizmi? Meni videomda men biron kishiga aytdimmi? Kelinglar, yopiq kiyinaylik, ochiq yurmaylik degan gapni hech qachon gapirmaganman. Umuman men insonlarning kiyimi, libosi haqida hech qanday video ham chiqarmagan va chiqarmaganman va gapirmayman ham. Chunki deganda men o'zim amal qilmayman. O'zim ochiq sochiq kiyingan ayolman-ku.